Hurmatli xonimlar va janoblar, biz shouimizni boshlaymiz. Bizning shouimizda blogerlar, vaynerlar va yulduzli san'atkorlar. Demak, biz boshlaymiz. Live show! Это наше шоу, это наше шоу, это наше шоу, шоу Live. Это наше шоу, это наше шоу, это наше шоу, шоу Live. Это наше showdan qo'shiqni eshitdingizlar. Demak, assalomu alaykum azizlarimiz. Demak, bugun sizlarga va'da qilganimizdek, Xorazmda eng hit qo'shiqlar ijrochisi O'zbekiston Respublikasida bir 700 donadan qo'shiqni o'zi yozib, o'zi sotib, pulni shatdi, o'zidan xabarimiz yo'q. Chunki u naga men aralashmaganman. Demak, va'da qilganimizdek, menga o'xshagan mendan sal bir 400-500 gram qararoq san'atkor Farruh Music bugun bizlarni mehmonimiz. Salomlashaverasiz. Assalomu alaykum hammaga. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ro'za Ramazon oylari bilan hammani chin qalbimizdan tabriklaymiz. Hammaga sabr, kuch-quvvat tilaymiz. Yana bugun Sveti bir og'ammiz ko'rsatuvni Yine sal akbar. Jamalam ko'rsatuvga geldik. Live show. Eng birinchi aytib o'tazim kelgan narsa omad tilayman og'a ko'rsatuvi. Addushi pozitivniy, quvnoq, xushchaqchaq bir ko'rsatuv. Xudo xolasa bardavom bo'lishini tilayman og'a eng boshida. Bizning bu ko'rsatuvimizda Farruxjon bu erkin holat bo'ladi-ku. Erkin hamma narsa. Ya borib sochni salonda uzattirib, duqisab kelib qizil galstukdan narsa yo'q. Xohlagan o'zingga yoqqan kiyimda, endi gamojda emas, o'zingga yoqqan kiyimlarda kelaverasan. Ava. Ichida turning bugun chota qapoq masalasi. Qapoq. Endi yana turdim, to'g'risini aytsam, turib kallalar yuvib taqlashtirib Ro'za Ramazon oyi bo'lganda endi ko'p san'atkorlarimizga odat bo'lib turibdi, shu 4:30-5 gacha uxlaydilar. Hava. Endi ular ham to'g'ri tushunish kerak, sababi geçim bilan nima deydi, ustida. Endi ularni bilmayman, endi men Farruxni bilganim uchun ular ham Farruxni degan bir xiyolda bo'lib turibman. Farruxjon telefon qildim, bo'ldi, hozir boraman deb uchib keldi. Hozir yuzlarni yuvib berdi, qapoq meniki. Uni aytdim, ikki qozoq noga kerak bunday ketadi. Shqilib dorilashtirib berdik. Azon bilan turasiz, azon bilan telefonni qo'lga olasiz. Birinchi noga girasiz. Birinchi Telegramga giraman men. Telegramga. Instagramga giraman. Chunki uyda umuman Instagramga girimman. Uyda Instagramga girsam, hayotim cho'lashib ketishi. Shuning uchun Telegramga giraman deyishkira. Telegram yaxshi bo'ladi. Birovlar SMS yozgan, atvetlar, men yozishim kerak bo'lgan yoki jo'natishim kerak bo'lgan muzikalar bo'lsa, shuning uchun giraman. Keyin telefonni jurnalini qarayman, sababi telefon o'rtada yotadi, bola postoyanni o'ynab o'tirgan bo'ladi. Birov telefon urgan bo'lsa, dadam telefonni olib qo'ymasin deb bosdan qizilni bo'lsa. Bu cho'lashib yotaveradi. Ariyanda cho'lashib yotadi. Shuning qarayman, birovlar qo'yib bergan, olib gaplashgan bir narsalar ish qilib, esishto telefon qolganlaringizda kutarib indamasam, balamda bo'lgan bo'ladi telefon. Qo'yilib ketsa, farzandimda bo'ladi, shuning uchun to'g'ri ma'noda qabul qilasizlar. Men kuzatdim, bir gideta bir 4 oymi, 5 oy bo'ldi. Ijodda shu daraja sho'ng'ib ketding. Tamam qarang. Sizlarni montaj va operatorlar kuchli o'xshaydi. Uzmin oladi kadrlarni. Bir yanda bir, imunda bir, bir yanda bir.
No, Avrupa. Bu yandaki görünmedi o'qiylik. Zo'r gap boshladi. Ava. 4-5 ay bo'ldi men ko'ribman. Shu daraja sho'ng'idan nega ijodda har gün Temurbek bilan har gün masalan istoriyada har gün toza qo'shiq ko'proq kimlara qo'shiq ketdi. Oxirgi 4 ay desak, yine doğru aytırsiz. 4 aylıkta kimlere yazdım? Sanatkarların köpçülükine yazdım. Şahruh Mirza'ya yazdım. Xurshid Epke yazdım. Şahlaga yazdım. Feruz Kerimov'a yazdım. Kamran'a yazdım. Toshkent'e yazdım. Bir sanatkarlardan keyin yine kimlere yazdım? Dilmurat Sultanov'a yazdım. Yazdım. Köp yazdım. Yine kime yazdım ben? Ben bilmem, ben yazmadım, sen yazdın. Ben kaçtım dedik o. Yazdım, bir 4 ayın içinde bir 20 koşuk Harazm show biznesi için icat ettim. 20 koşuk yazıp verdim keminde sanatkarlara. 4 ay için zor rezultatı. Toshkent'te yazdırmız. Ve 4 ayın içinde indi çıkıp başladı o koşuklar. Sebebi işlengenden keyin mesela siz bana koşuk satsanız ben alğanın daruna klip işlep efire vermeyeyim. Çünkü ben yaxşı koşukunu alamam. Ben efirde git turgan klipim boladı, başkan boladı. Ondan keyin planım dedik, o plan boyunca öz vaxtını kütüp çıkaraman axı. Çünkü bu 4 ayın içinde işlengen koşuklardan çıkanı Xurshid Epke'ni bağrına bas, canım beni bağrına bas, erkelep yine bağrına bas demiş. Radyolarda getirttirdi. Dilmurat Sultanov'un konsertine yazıp oturtman. Şu gece gündüzden hem iş jarayonlari bo'ttirdi. Taza vajda Dilmurat'a yazıp tutman. Keyin Kamran'ni yana taza vajlari, Shahruh Mirzaga yana vajda yazıp tutmaz. Keyin indi chiqartirgan ukalarimiz, singillarimiz bor, ularga yozib, ashuni o'nga shipiribmiz ish qilib. Yo, endi hozir shuncha qo'shiq satib turibman, hali yana planda bor deb sen o'ngishib emas, sen o'ngishib yurganlarni beklabsan-ku. Shuni deb aytaver axir. Shuncha ko'rib tursalar-ku, o'ngishib yuribman deb aytolmaydi. Kamtarlik qilib turibdi. Endi yana bir şu san'atga yaqinroq bir savol. Klip qachon chiqadi ekan? Klip xudo xolasa o'zimiz yaqinda aytib o'taylik, bir yangilik aytib, Farruh Music'dan yangi tarona, xudo xohlasa hit tarona, Kamina Kamtarin bosh rolda, albatta salbiy roldaman, bu yana esa ijobiy rolda. Bu milisiya, yana nima deydi ulardan milisiyalarni? Polis. Polis, mana esa yani vahşi inson rolini ijro qildi. Natavan insonlarni rolini o'ynadik. Demak, ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Tez kunlarda Davron og'amizni boshchiligida Davr Media ajoyib bir klipni tushirib oldi. Chisti hindcha kinoni ko'rgandan bo'lasizlar. Indiski sevdim sendan endi. Demak, hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'shiq ham zo'r, ham klip jarayoni вообще dahshat bo'ldi. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Savollarga qaytadan bo'lsak, savol Titanic filmida bosh rolni bersalar, Titanic 2 ya Titanic 3 degan. Bosh rolni bersalar, keyin o'zing tanla, Xorazmdan qaysi san'atkorni juftin qilib saylaysan desa. Yavaş çıktı. Birgalikda 1-2 çık. Aktrisa sifatida. Aktrisa sifatida mi? Yok. Yok, bazı hayalim neçe gültüm ama hammasi как Joramning nom bilan masalan
Kim bu o'zi sanoqli san'atkor bor Xorazmda. Shular chiqizlardan, знаменитийларdan. Ular ham bilmayman, masalan, Yulduz ham do'stimiz Shahlo, Mohira singlimiz ish qilib bilmayman. Men yaxshi yana bir yerni kelali. Av mashinadagi kadr alınıp tashaldi bo'lgani. Unda bo'lmaydi axir kino. Bunda qiziqib bo'lmadi. O'zi shu tortgan u kino axir. Unda qiziqib bo'ladimi? Demak yo'q. O'zing tanlada bir so'ra o'zing tanla desa. Yo'q. Hisob gap bo'lishi mumkin emas. Hafta kunlarini o'zingcha o'zgartirib ber. O'zing hafta kunlarini. Dushanba sen uchun dushanba bozor menga o'zgartir deydigan bo'lsa shanba. Dushanbadan ketaver, dushanbadan. Dushanbani dam olish kuni qo'ygan bo'ladi. Chunki dim ish kuni, tamam. Hozir ham bugun dushanba, ko'chaga chiqdim men. Azam bilan ko'chada ko'p ahvolda yurmagan ekanman. Hamma mashina, hamma odam ko'chada hujur bo'lyapti. Bip-ta bip. Ulug'bek Sabirov bilasan ko'pincha kechqurun yuradi-ku. Yulduz ko'chada kechda yuradi. Nedadir bir ovqatlanib o'tiradi, shunda aytadi. Men kunduzi mashina haydolmaydan bo'lib qopman deb. Uni opasi bir ish buyurib berganmi, akasimi ko'chaga chiqarganlar ish qilib, majburlab. Saat 10'larda çıktım dedi. Deb yatman dedi, imminetip bitti. Shunday. Kechqurun o'rganib qolsa bo'lmaydi ekan adam. Kechda 6 dana mashina yurdi. Bir PPS. Vam jo'ra bo'lib ketgan shahardagi yangi taksistlar bilan. 01chilar bo'ladi-ki. 01chilar. Keyin 3 dana taksist bor o'zi. Demak, dushanbani dam olish kuni, seshanba. Seshanba yaxshi ish kuni, obeddan keyin boshlayversin. 2dan 4gacha. Seshanba obeddan keyin ish boshlanadi. Dushanba, seshanba, chorshanba. Через день dam olish kerak. Через день dam olish. Chorshanba ham dam bo'lsin. Keyin payshanba yaxshi azanga ondan obedga 2gacha ish bo'la qo'ysin. Nachu seshanba obeddan keyin bo'ldi, payshanba azanda bo'ldi. Juma endi jumani o'zgartirib qo'ying. Juma kuni namoz kuni, qaysi ma'noda namoz kuni? Ulug' kun, chiroyli, go'zal kun, unga deb qo'ying. Shanba kunina kelsak, shanba ham dam olishga taradim men. Shunda shanba, 3 kun ishladim. Haftada 2 ishda turmanmi shunda men? 2 kun. Ama işe girip bo'lmaydi-ku. 2 kun ishladik haftada ila. Hozir bu yosh bolalar ko'rib qasobamizni dim yaxshi ko'rib o'tiribdilar. Ya maktabga borasiga hamidon bolalar bo'ladi-ku. Ilohim shu bizani hokim bo'g'i ilohim deb duo etib yotdilar. Xorazm viloyati hokimi bilan uchrashib qolsangiz, masalada birinchi eng katta muammoli narsalarda narsa haqida gaplashar edingizlar. Yo'q, uning foydasi yo'q axir. Xorazm viloyati hokimi bilan uchrashib qolsangiz, muammolar haqida gaplashasiz. Birinchi. Gaplarning foydasi bo'lmasammi? Yo'q, endi toza hokim ish ko'rsatib boshlayapti. Yo'q, axir o'zini bog'liq qo'yamasdan, masalan, u kur o'zini bog'liq qo'yamas. Masalan, siz maslahat berishingiz mumkin-ku, masalan, masalan, meni dardi bor, svet, gaz demajlari bor, masalan, odamlarni. Yaxshi, o tema yapamiz, boshqa tema o'tamiz. Hozir Xorazm hokimi bilan ko'rishib qolsam, eng birinchi masala bo'yicha Dom kulturadagi cho'girmalarni tozalab berishini so'radim. Dom kulturadagi madaniyat sohasindagi joylarni, chapollarini, cho'girmalarini tozalab berishini so'ragan bo'lar edim o'zlarimiz san'atdagi. Hidlanib ketdi lekin. O ko'pchilikka yadda, u majbur shunday bo'ladi-da u. Yana tuni klip jarayonida Farruxbekni ikromladi u. To'ylarda qayroq chertib qo'ydi. Shu kuni e'tibor berding, u nasiz keldi, cho'girmasiz. Shundan kallasidan cho'girmay chiqib yotdi. Singib qolgandan kallasira sezdingmi?
Saçını kelatib oldirib kelibdi, ijashib kallasidan o'pchak edim, keldi o'pmay qo'ydim keyin. Hazırlaşamiz do'stimiz, xafa bo'lmaysiz. Doğru gapni doğru aytadigan odatimiz bor. Shuning uchun davom do'stlarimiz yanimizda. Lekin klipda zo'r o'ynab qo'ydi, zo'r. Молодец. Nasi bor, yurakda o'ti bor. O'ti bor, молодец gap bo'lishimi kerak emas. Hayotingizda eng qimmat xarid. Hayotda eng qimmat xarid o'zing yaxshi ko'rib, so'nib. Hayotimda eng qimmat xarid. Endi men hayotimda eng qimmat xarid shu uy olganman, shu ajmandagi masalan. Men açıkçası aytamam, men hali bir 200-300 ming dollar оборот etib yurgan bolam emasman masalan. Topsam ayna bir 400 ming dollar. 200-300 ming dollar оборот etib yurgan bolam emasman. Men kichkinaroq summada pul topaman, bizning ham оборотimiz kichkinaroq bo'ladi. Shu uy olsak ham shu 40 ming dollar, 30 ming dollar, 50 ming dollar masalandan. Shunday xarid bo'lgan. Demak, uy olganman. Hisob. Ilohim shu nodida hozir pul masalasida gap ketdi. 2 etaj, 3 etaj, 4 etaj bo'lib ketki. Amin. Shu keyin diskni olib rangiga o'raman. Va yodingdami deb. Joy to'yda o'zim. Muhammad bilan boramizda diskni olib boramiz. Endi men qaysi ma'noda aytdim? Данный momentdagi holatimni aytdim. Masalan, men jo'ralarim bor. Katta summalarda bizneslar bor. U bilan men ularga hech hasad boshqam yo'q. Men o'zim Allohning menga berganini aytib turibman. Men masalan hozirgi kunda aytayım bir 300 ming dollarlik biznesim yo'q-da masalan. Bu kichkinaroq narsalar. Shunga yarasha bo'ladi-ku hamma. El qatori yurtimizdan shu. Demak, Farruh Music qaysi o'qishlarni tamomladi? Endi bizani ko'rib o'tirgan muxlislarimizga va yaqinlarimizga qiziq bo'ladi. Sababi Zo'r TV kanalidan ko'p odam biladi. Upang shu bilan birinchi udar bo'ldi. Boksyorda 3 dona udar bo'ladi o'zi. Shu bilan oladi u. Bir urib qach kessa, 2 urib qach kessa o'sha vaqt o'tib ketadi. Birinchi udar getdi Upang Zo'r TV, ikkinchi udar menimcha Tulki. Uchinchi udar qaysi bo'ldi? Koroleva, doktorim bor. Men de udar ko'p bo'lib ketdi. Yo'q, doktorim u darajani bermadi. Endi doktor yo'q, doktor emas, arg'i yana birisi bor edi-ku. Koroleva, Tulki, tikuvchi. Yo'q, tikuvchi. Yo'q, yana bir qo'shiq bor edi-ku. Nerede kaldın barada? Yo'q, shu ham temp qo'shiq bilan olingan yaqinda Parnikdami, nereda olingan? Молодец. Молодец uncha bermadi u. Yo'q, o'zi u popularni bo'ldi, Popularni atilingan narsa, qarang. Молодец'ni klipi ishlanib turgan vaqti, doktorimning klipi tayyor turadi o'zi. Shu odamlarning vnimaniyasini tortish uchun birinchi Молодец'ni berdim. Hamma so'kindi. Kommentariyadalar sharmanda etdilar. Bir kun ozon bilan chiqsam opam yig'lab o'tiribdi. Hang desam, sharmanda etdilar seni kommentariya. Rizanova ko'rdimdan kommentariya chiqib qo'ydim. Artura ko'rdimdan shu vaqt. Bilib turman og'zimning bir opam bechani o'yladim. Voy bolam bir narsa. Sen ichkiliging ular nerdan bilsin, nechalik ijod etasan sen bir vajda deb aytdim. Aytmash qismman, qisliqman. Keyin rast doktorimni berdim. Her to'yda 12 marta, 13 marta, 14 marta. O'sha qarasam opamning chehrasi ochilgan. Fikr o'zgarib ketdi odamlarda. Odamlarda fikr o'zgardi-da. U taktika deydi-ku. Endi men hozir necha yil oldi bu ishning ichida yurganimni oddiy xalq bilmaydi. Masalan, men kimlarga qo'shiq yozib berganimni, nishatib yozib yuribman. Aytali men hozir toza chiqqan san'atkorda bir ukalarimiz bor, toza chiqib yurgan san'atkor ukalarimiz. Shularning deb biladi oddiy xalq. Nereden geldik o'zi bir savol beradingizmi? Yo'q, to'g'ri bo'lyapsan. Savol ne bo'ldi-ku? Nerede okusan da dedim.
Nereye gittik kaldık da? Azam bilan kalla ishlamaydi. Soat 6lardan keyin ochiladi. Keyin doktorim bo'ldi, ana izindan tikuvchi tortdi uni, xudoga shukr, izindan tulki zo'r chiqdi. Tulki dim uruyina chiqib ketib qoldi. Endi o'zi niyatimiz ham shu edi, o'ylagan vajimiz ham shu edi. Keyin men o'zi bilasiz-ku, siz ham yaxshi bilasiz, yilda bir qo'shiq chiqaraman. Sababi bu chiqargan qo'shiqimni bergi chiqargan qo'shiqim yopiq qo'ymasligi kerak-da. Hozir ukalarimiz tushunmaydi shu vajni. Inomini inobi gömadi. Bu chiqqandan keyin bu tortmasam bergini gömadi, bu tortming qilsa bom gömiladi-da. Ama aytamaman, buni chiqargandan keyin vaqt o'tiraman aradan. Buni topinimchalik o'tadi u vaqt. Ana tulki chiqdi, tulki dim katta uruyina chiqib ketgandan keyin men ishlatishim kerak edi. Yo tulkidan zo'r qo'shiq chiqarishim kerak edi. Ya bo'lmasa, hech bo'lmasa shu tulkini uruyinini ushlab turadigan qo'shiq chiqarishim kerak edi. Agar undan bir dish past bo'lsa, bo'ldi, men minusdaman-da. Yetdi. Allohim berdi, Koroleva chiqdi. O tulkini geçip o'tmagan bo'lsam, boshqalab o'tmagan bo'lsam, tulkini uruyinini tushirmadi-da u. Ana keyin aradan yana 1,5 yil vaqt o'tdi. 1,5 yilda qo'shiq chiqarganim yo'q. O'zim kompozitorman, aranjirovkam mut, studiyam mut meni. Muzikantlar ideyam mut, she'rim mut, hamma o'zim mut. Ozgina iltimos etsam, klip mekerlar taqlasa bo'ladi. Hamma o'zim mut bo'lib turib ham 1,5 yil qo'shiq chiqarmadim. Xabaringiz baka. Ana endi indiski sevdimni berdi Xudo. Shuni yozib, yana Xudo xolasa unam kliplarida yangilik etish planida seni o'zlaringiz sababi emindan ya to'g'ri aytdim. 2 oydan keyin toza qo'shiq chiqarib, yana 1 oydan keyin toza qo'shiq chiqargan foydasi yo'q axir. Hech foydasi. To'g'ri, ya rasxot aytib, shuning uchun ko'p bolalar e'tibor berasan, boshda san'atga qarsat giratdan keyin 3-4 oydan keyin yo'q bo'lib, ne desam deb telefon ursam, Rossiyada yurgan bo'laman. 2 oydan qo'shiq chiqarishning bir dona sababi bor. 2 oydan qo'shiq chiqarishning bir dona sababi borki, nov sabab desangiz, nov qo'shiq chiqarishni bilmaganligi sabab. Bir xonaga giradi, aytali bir xonada aytali 10 dona napitka turibdi. Bu kola ichasi bor buni, masalan. Kola o'rtada turibdi. Bu san'atkor nechadadi? Giradidan shu eshikda girgan joyda Nestle turadi, Fanta turadi, olib ichmaga boshlaydi bu. O'zi kolani ichasiga turibdi u. Tushundingmi? Fikr buzildi o'sha. Uni organizmina kola to'g'ri keladi. Sotib olib urib boraveradi efirga. Har 2 oy, 3 oyni biri urib boraveradi, keyin kolaga yetib boradi. Unga chabi 6-7 qo'shiq ketdi bu yerda, isrof bo'ldi u yangi summalar, yangi mehnatlar. Bir klipda bilasiz, necha odam mehnat yotibdi. Ana keyin necha kolani ichadi, hazzatadi-ku. Shunda deydi, bu o'ylaydi, bir chetdan ichib kelasan ekan, arada chiqadi ekan deydi. Tushundingizmi? Har 2 oyni biri, 3 oyni biri klip urib borasan, arada birisi portlaydi mana deydi. Eng ahmoqona fikrdan bu. Axir odamga miya berib qo'ydi Xudo. Odamga dilini tan bilish qobiliyati, bundan is bilish qobiliyati berib qo'ydi. Miyaga his qilish qobiliyatini berib qo'ydi-da. Axir uni chustiyatib bilish kerak-da. To'g'rimi? Endi to'g'ri, hamma narsa Allohdan, lekin seni qo'lingdan keladigan vajni o'zingga berib qo'ydi axir Xudo. Sen yozib, buni chustiyatib bilish kerak, ozgina his etib bilish kerak, uni ozgina bir taxmin etib bilish kerak-da. Alloh ariyani Allohdan to'g'ri hamma narsa, yana aytaman. Bularda shu ajam yo'q-da. Ko'pchilikda, hammasida emas. Bular shunday fikra borkan, 2 oyni bir qo'shiq chiqarishim kerak degan. Toza vaj ishlatirmiz. 1 oy bo'lgan bo'ladi. Hozir ko'rasizlar, yana palanka sog'am bilan dedi, bosib bering dedi, yaxshi dedi. Buni toza vaj ishlatirmiz deb. Keyin o'ylanaman, avvalgi vajini eshitmadi kim deb. To'g'rimi? Avvalgi vajini eshitish kerak edi. Men yangi savolingiz qolib ketdi. Hozir shu savolingizga javob bergandan keyin bu temaga yana qaytaman. Nerede o'qigansan deganingizda? Men 6 yoshimda shu gimnaziyaga kirganman. Gimnaziyadan keyin
laureat bo'lib Toshkentda GLERga kirganman. GLER grant asosida GLERni bitirib, konservatoriyaning litseyida o'qidim. Bu yerni bitirgandan keyin konservatoriyaning o'zida o'qidim. Konservatoriyani o'zida o'qidim. Keyin bu yerni bitirgandan keyin MVDning ansamblida ishladim. Sovet bezopasностьda ishladim. Davlat ishida. Ana keyin shu bilan kompozitorlik qilib yurdim studiyalarda. O'zlarimiz studiyamiz bor edi. Shu bilan ashulachilik ichimda armon bo'lib qolmasin deb urdim. Bilasizku Toshkentda kelib ijod etib nikoh ketib berdi. Shunday narsa bo'ldi. Yangi fikrimni aytaman degan fikrimga kelsak, masalan Yevropada bir qo'shiq yozilishi kerak bo'lsa, masalan siz san'atkor bo'lsangiz, aytali Jamoliddin TV degan san'atkorsiz Amerikada yo Fransiyada. Siz nechasiz bir katta bir dachani yo bir uyni snimat etasiz, arendaga olasiz yo o'zingizniki. Keyin menin 2-3 kompozitor, 2-3 aranjirovchik, 2-3 sozanda, udarnikchilar, bassistlar onun içinde, 2-3 shoir, klip makerlarni olasiz. Davayına bir ay şurada islaman için yaşaysızlar. Şu öysizlere обеспечениясını atamayına kime $1000 gerek? Sana $50,000. 50 bin bir ayda şu pulunu tapasın ama ineslere şu pul. İdarışı çıkandan ki hitbandan ki palanca $1,000,000 tapasan yine. Ben üç işlenle disiz Avrupa'da. O kim nişetedi bu kompozitör, şairliğim ve icatkar bir yere gelemi. O kötü bitirsam, taram türkü deymen, birinde diçkola döse klip maker ayta, takoyumni bir kizimni etedi, ona bir hit çıkadı ortağa. Ona o hit kim 500 milyon, 600 milyon, 1 milyar prosmotr bulup gitedi, Miravoy'ni da. Bize de ne? Ben saat değil şu, Urgenç'ten başlayayım. Telefon geldi bana. Faruk Bey, yaxshimisan dostum, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yangiliklar bormi? Bor deyasing ham yo'q uni. Yo'q, bor deyasing yo'q, o qo'shiqni go'masing yo'q. Arzon berasing yo'q, balang deyman o bechoradan o. Gece gündüz oturup xotining bilan gaplashmay o qo'shiqni yozasan-da, tushundingmi? Sen qo'shiq yozsanda balang yanına girmeydi, oynamaysan. Yani qo'shiq qadrli balangdan aziz. Bilasan hit olsa yangi izinde $20,000 pul tapadi, $30,000. Bu deyasing yo'qdan bot turibdi deysan. Yolg'on ham gaplarmaysan. Yangiliklar tali bir yarib tashali. Bo'ldi, nonni yarish kerak. Yangiliklar shunda esa tashlab berasam Telegramdan. Bo'ldi, gömdü u san'atni o'zi. Sen Telegramdan tashiysan, keladi-ku, telefonda zagruzkan bosadidan playni bosgan vaqti bolasi sakraydi uni kallasini. Masalan, tulki dursana bolam dursana deganda, "Ne deyan qo'shin qatdi?" Masalan, ketdi o'sha uni qo'shiqni yorimi yo'q. Eshitmadi. Eng mazal joyi o'tib ketdi, xotini bilan urushib yotgan bo'ladi, ya pip yo'lda signal. U nima bo'lmaydi ijod. Birinchidan Farruh Bey, yaxshimisan do'stim, yoningga borjak edim. Menmi, sizmi, ya Muhammadmi, qaysi kompozitor bo'lsam-dan u. Yoningga borjak edim. Do'stim, vaqting bormi? Bor, davay görüşamiz 9da, davay geldi. Ne yangiliklar? Yangilik o'zingda bo'lmasa, imning bir fikrlar bor. Aytayli do'stim. Men bunda kamp puli sana ilhom beradi bu. Davay men uchun ozgina bir ishlab beringlar, endi bir ijod aytayli, chiroyli bir vash chiqarali desa, hatya bu. Bu boshqa narsa, Telegramdan tashlaydi. Shunda neni o'qidingdan savol neda? Aytdim-ku, konservatoriyani bitirdim. O'qidik. Endi bir to'g'risini ayt. Necha fanni pul bilan yapqansan? Ana til adabiyotda o'sha pul bilan yapdim. Masalan, bir 20 fan bo'lsa, shuni 4'si ya 5'si pulsuz yapılar edi. Mecbur. Hammasi podrяд. Axir şitisi axir liseyde o'qiganda to'yda yurdim, konservatoriya o'qiganda ham to'yda yurdim.
Nechadasiz 2 oyda bir borar edik o'qishga. Podrad pul. Ava. 10 yil orqaga qaytsang, qaysi xatang doğrulan bo'lar edi? San'atni tashlar edim. Doğrusu. To'g'risi. Kim bo'lishni natarasan? Arzu. Endi avvalambor yaxshi odam bo'lishni orzu etar edim. Endi hozirgi kunday namdan so'rasangiz masalan yaxshi endi aytib o'tirmayin. Ishqilib yaxshi odam bo'lishni orzu etar edim. San'at tashiyman deganim qaysi ma'noda? Bilasizku men to'g'ri aytaveraman. 200lamachilik ko'p. Va'dada durmaslik ko'p. Birava to'g'ri telefonda обещать etib beraverish ko'p masalan bir. Bo'ldi 9da ko'rishamiz desa, ya bo'lmasa, bo'ldi do'stim bir narsa bilan mendan bitadi, bo'ldi, uxladi u odam. Shunday dedim, tamom. Shunday narsalar kim boshqa kasblarga qaraganda bizani san'atimizda ko'p. Gelib ham shu bizani o'zbek san'atida ko'p. Quri Xorazm ya Urganchda turgan yo'q. Men 17 yil bo'ldi Toshkentda yashayman. Masalan 2005-yildan beri men Toshkentdaman. Men Vandan, bu yerdan Vanni yaxshi bilaman. Bu yerda mentalitet haqida, shu o'zbek shou biznesida shu narsa ko'p. Va'dabozlik ko'p, va'dabozlik. Mas'uliyatchilik ko'p. Bu oshvaj meni dumjonli qiynaydi. Постоянно siz namanma qiynakkan va shu bilaman-ku. Yana bir Aşıncı şu vecheden kaçış maksadında belki taşıgan bo'larmadim. Doğru aytasan. Sebebi bize Farruhbek bilan birga ijod etganmiz. Ko'poqlar shunda ikkimiz shu temada gaplashar edikdan keyin men shuning uchun meni yanımda latta sifat do'stlarim yo'q deb. Men do'stlarim biladi hammasini. Gapini atvichат qiladi o'n bolalar. Yana hech qaysi san'atdan emas. Yani hech qaysi san'atkor emas. Sababi san'atkordan do'st bo'lishni istamayman. Men ertang endi guruhga qilib aytganda endi birov aldim, birov keyin ketadi. Meni haqiqiy mardlar, haqiqiy bir o'g'il bolaman deganlar tovutimni ko'targan yaxshi deyman. U yolg'ondan yaningda hozir yurib, ertang ya sal tushundikkaningda ustingdan bosqilab ketadi. Do'stlar vashshi kerak yo'q. Yani Farruh aytgandek puf dedi-ku. Demak, keyingi savolimiz Farruh hayotda ta'sirchanmisan degan savol. Ta'sirchanman. Ta'sirchana? Dim o'ta darajada. Har tomonlama ta'sirchanman. Yig'laysan axir. Yig'layman. Kino ko'rib ham yig'laysanmi? Yig'layman. Gözüm yaşardı. Kino ko'rib ham yig'laysan axir. Yig'layman ava. Kino ko'rsam, dalli moment Poytaxt degan kino ko'rib o'tiribman. Abdulhamid Xonnikini. O'zi u bir boshlab toza chiqqanda bir boshlab keyin to'xtatib qo'ydim. Hozirlar ko'rib o'tiribman, umrimni yedi lekin 3 soat bir bo'limi. O'zi kur, opam aytadi, kur gap-ku bu balam deydi. Ya lekin siyosatda endi uni tushungan odam tushunadi. Yig'layman, rasmiy yig'layman. Sababi endi yig'lagan odamni ko'ngli toza bo'ladi degan gap bor. Uni to'shni bilamiz, isbotlangan narsa. Xorazmda yaxshi ko'rib tinglaydigan san'atkoringiz kim? Xorazmda men bir ashulacha bog'lanib qolmaganman. Masalan, yaxshi ko'rib tinglaydigan ashulalarim bor meni. San'atkorlarim emas. Masalan, Og'abek ustani jannatga kirib Maliki Rizvon nima qildi degan narsasi lazzat eshitaman. Keyin Murat Qilichevni yana bir qo'shiqi, banda Zafarbek ustamizning yana bir narsasini. Shuni har kimdan termamanda. Men o'zim bastakor bo'lgandan keyin zo'r ishlangan narsalar yoqadim. Har kimdan bir dana, ikki dana bo'lsa. Professional ishlangan narsalarni azatib eshitaman to'g'risi.
Hoş geldiniz. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Kanata hoş geldiniz. Hozirgi kunda eng bir hit darajasini yetgan. Ko'plab muxlislarni e'tiboriga va istaklariga qarama-qarshi chiqqan savol. Qara, mana qara. Qarama-qarshi chiqqan savol. Live showda eng bir dahshatli va eng so'nggi savol. Bu atrofingizdagi insonlar 100% desak, necha foizini ishonasiz? Yine. Atrofingizdagi insonlarni 100% desangiz, masalan, do'sti, birodarlar, ko'cha tanishlar necha foizini ishonsa bo'ladi? Nima ochib tashlayatirsak kartalarimni. Yo'q, kartada emas, endi savol, shunday savollarni achish kerak, har kim o'zining xarakteriga kelgan holda. Etrafimda odamlarni 2% deyman. Ha, 2%. 2%. Boshqa hammasi 2% içinde ona ata-anam bor, hamma shu 2% içinde ishonadiganlarim, jo'ralarim bor, 1-2 jo'ralarim, og'alarim bor. Lekin Umar emas. Umarga ishonib qo'ydim uka, qo'y. Sho'lar. Dim oqayoq uka ishonaver. Umarmi? Turamizmi yo'q? Umarni aytaman deb pasayman. Demak, aziz do'stim va bizani live show ko'rsatuvida maqol aytaman, maqolni ruschaga tarjima qiladigan shartlarim bor. Ruschaga chalashdi-ku. Axir shu o'zi shu eng chiroylisi bo'ladi. Demak, azizlar, bizada keyingi shartimiz albatta muvofiq bo'lib turgan maqollarni ruschaga tarjima qilish. Davay, ketdik. Maqolni aytib o'taman. Bezoridan hamma bezor. Ruschaga tarjima etish kerak. Если он плохо человек, все его качади. Ruscha ham menga aytasiz, boshqa. Если он плохо человек, все его. Качади. Issa voynanit. Bola yoshdan, xotin boshdan. Дети младшие. Nova. Дети младшие. Жены На голову. Mana qara. Ey, sharmanda. Gul biladilarmi ko'rgan odam. Mana qara. Demak, ana endi bizada eng so'nggi do'stlarimiz, yaqinlarimiz live show ko'rsatuvini ko'rib o'tirgan bizani do'stlarimiz. Eng so'nggi savolimiz Farruh Music janoblaridan eng yaqin do'stina telefon qilib, "Срочный menga $500 pul kerak bo'lib turibdi" degan savolni berish kerak. Do'stingizni o'zingiz tanlaysiz. Telefoningizni qo'lingizga olib berasiz va do'stingizning emotsiyasini va rushnoy tartishini ko'ramiz. Lekin bir ikkisi rushnoy tartma, yolg'ondan bo'lsam bo'ldi, jo'ra dedi tan, Yaqub ali hali yo'q dedi. Kimga uramiz? Yo'q, birsini urishimiz kerak. Telefonni olib ber Muhammadjon. Gromga qo'yib telefonni. Umar uramay yana. Aç. Kim yaxshi ko'raman. Buni yaxshi ko'raman qarab.
Chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Iltimos, aloqada qoling. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Ваш вызов в режиме ожидания. Call has been put on hold. Please. Elden ayting lekin yo'q deydi. Javob beryapti. Yaxshi deydi, jo'ram yo'q. Yo'q dedi. Uramayın. Chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Uravereyim ya. Оставайтесь на связи. Срочныйda ba. Lekin bechavar yo'q demayin. Abonent boshqa yo'nalish. Eldan. Voy hayotda 3 marta urmanmi hech kim. Hozir shundan metodidan bu. Adabsizlik yuzasidan. Naylayin bu dunyoni g'amini. Abonent hozir javob bera olmaydi. 3 marta urganmi o'chirdi bog'a, sezdi bu. Yo'q. Abonent hozir javob bera olmaydi. Qarz so'rayacak dedim ya. Ho, sizni arg'i nomerini uramiz, o. Hova. Nera qochib qutulasa ya-da. Hova. Uyinam bilamiz kerak bo'lsa. Neyleyin ben seni. Assalomu alaykum do'stim. Alaykum assalom do'stim, yaxshimisan? Qo'yibman olib. Ha, zaylok. Yaxshimi qaytarib urdim zanitda. Ha, nechsan, ishsan yaxshi. Rahmat, qayerdasan? Anaqadaman. Qishloqdaman shu yerda. Anaqada mendan keyin qishloqda meni yomonman. Do'stim, Hov, srochni o'tiribman. ama Hozir 1 sekund turib. Dedi ishni so'ldirib beraman bu. Nima deysan? Bitta o'n ish bo'lsa o'ldirib beraman, to'g'ri deyman. O'ldirilmasa. Bitadi. Короче, problema bo'lib turibdi, keyin aytaman sababini. Menga buguna $500 pul kerak, srochni ertaga azonacha. Yaxshi, og'ing so'radimi? Yo'q, yarimda odam bor, keyin gaplashamiz. Bo'ldi, yo'q, yaxshi bu. Bana so'rab berasizlar, bo'lam so'rab bersam. Ava, bugun bitirib bersang bo'ldi. Demak, Farruh Music'ning eng yaqin do'sti Umarjonga telefon qildik. Umarjon topib beraman, hozir o'zim yirtib tashiman, odat tutsan, jo'ram uchun jonim beraman deb. Vokzalda ekan, как раз Rossiyaga ketib ekan, shu ham $500 topmaga zo'rg'a to'xtatib, uka, yechashdik deb. Yo'q, men qaytmayman, meni Umar qaytmas dedilar meni Yangiqda deb, ha. Ava. Ibn Amerda yozib qo'yibman deb. Demak azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Live showni bu soni astan sekin o'z nihoyasiga yetyapti. Demak, bugungi mehmonimiz O'zbekiston Respublikasiga 700 dan ortiq hit qo'shiqlarni sotgan va hit qo'shiqlarning egasi, kompozitor, shoir va prodyuser, Xorazm viloyatida eng hit qo'shiqlar doktorin, tikuvchi, tulki, koroleva va endi toza yana bir hit qo'shiq chiqadi. Klipinda o'zim eng bir yoqimsiz odam yanada notavo rolni o'ynadi. Ko'rasizlar, barchangiz baqa berasizlar. Farruh Music bilan bugun bo'ldi. Yana bir savolim bor. Farruh Music Xorazmda eng bir zo'r YouTube kanallarındaki show dasturlar qaysi siz uchun? Albatta bu live show. Cevabımız Özümde. Gap yok. Yana suhbatimizni boshida aytdim. Yana aytib o'taman. Live showga Ahmet ağa. Rahmat. Hali toza show. Xudo xolasa yana o'zingizning harakatingiz bilan yanada gullab yashnaydi inshaalloh. Omadingizni bergi. Rahmat. O'zlarimizni shevada aytganda yoritib tashlag'isiz. Молодец, zo'r. Eng glavnisi odamlarga kayfiyat ulashadigan show bo'lgan, pozitivniy, zo'r. O'zingiz ijodkor bo'lganingizdan keyin o'zingiz чувствуете etasiz narsalarni. Omadingizni bergi. Faqat omad tilayman zakonning. Rahmat.
chaqirganlaringiz uchun hurmat etib, e'tibor etib, omad tilayman live show. Live showni ko'rib o'tirgan odamlar matmishchilar aytadi, nachun deydi, oxirina tushib ketdi deydi. Sababi diklab berish kerak. Albatta Farruh Music diklab keyin yakunlaydi. Upangdan bir original varianti. Duppala ala pongo duppala ey azam bilen girdim içen karağa ray da da aşık buldum kara pereng balağa ray da azam bilen girdim içen karağa aşık buldum kara pereng periye bas kanı kadamına canım sadağa can apazı canım deptur balayı kapkara kara kara pereng kapkara bizni yarını köynlak özü kara kapkara kara kara pereng kapkara camalamlı rengi kara camalamlı rengi ne oldu? Kara. Camalamlı köynlak özü kara. Ben gitti. Rahmat. Gap qo'shib mumkin emas. Farruh Music albatta live show ko'rsatuvini tomosha qilib o'tirganlar, xayrlashmaymiz, yana davom qilamiz va sizlar bilan yana ko'rishamiz. Salomat bo'linglar.